Hammaga assalomu alaykum. Men bugun Sankt-Peterburgdan Toshkentga uchaman. Men biletimni Surxon aviakassadan oldim. Ularni menga nimasi yo'qdi, o'zlari kutib olishar ekan. Ham aeroportga kelishdan oldin ularga yozsangiz, ular aytar ekan, shu nomerga yozing derkan. Keyin bemalol qo'rqmay, mana Mentoskovoy yoki deb bo'lmasam o'sha yerdagi ularni o'zlari aytar ekanda, birinchi verxdan kiring yoki birinchi etajdan kiring deb. Polni o'zlari qaysi joyda o'tirish xohlasangiz, menga shunaqa qilib berdi. O'zi ham xursand bo'ldim. Men oyna oldida o'tirishni xohlardim. O'zi postoyanniy uçsam oynaning oldida o'tirib kelaman. Keyin ular shunaqa qilib berdi. Oynaning oldidan javob berdi. Вообще xursand bo'ldim. Rahmat, Otaxon. Ishlarga omad. Sizlarga ham tavsiya qilaman.